Bo'pti, o'rtoq, gaplashamiz deyman. Pul maydalashim kerak, pulni yechib olishim kerak. Bankomatga keluvdim, ha. Ko'p gapiradi, mashina bola ham bor-ku. Xullas, xo'p, men 10 million yechishim kerak. Bankomat 10 million yechmaydi. Maksimalni 2 million yechadi. Значит, 2 milliondan 5 marta yechaman. Nima? Tushunmadim. 2 millionga 20 ming. Значит, hozir 10 millionga 100 ming tashib ketamanmi? Tobinga oydami sani? Nima 100 ming? Kamera qani? Nima 100 ming to'lashim kerak mana shu apparatga? Hozir men tushunmadim shu yerga lekin 100 mingga men necha kun obed qilishimni bilasizlarmi? Ahamiyat bermaymiz. Yaqinda O'zbekistondagi tijorat banklaridan bittasi naqd pulga talab juda ham oshib ketganligi sababli eksperiment tariqasida bankomatlardan 1 milliondan ko'p pul yechilsa, 1% dan emas, 3% dan xizmat haqqi olishi sinab ko'rdi. Tabiiyki ijtimoiy tarmoqlarda bunga nisbatan juda ham ko'p salbiy fikrlar bildirildi. Masalan, banklar o'g'ri, ular xalq pulini shilmoqchi degan gaplarga ko'zimiz tushdi. Shu uchun loyihamizni bugungi sonida nima uchun bankomatlar o'zingizni pulingizni naqd qilib bergani uchun foiz olishi, nega viloyatlarda bankomatlar kamligi va nima uchun AQShdagi bankomatlar foizsiz ishlashi haqida gaplashamiz. Axir siz eng qiziqarli faktlar va 7 uxlab tushingizga kirmagan ma'lumotlar kanalidasiz. Men ismim Mahmud, boshladik. Bema'ni behayo narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Vaqtini zoya ketkazmay to'xta. Xuddi shunday, xuddi shunday. Top million ma'lumotlar. Xuddi shunday, xuddi shunday. Mavzuni tushunish uchun birinchi navbatda bank sohasi haqida tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Bank bu bir odamdan bo'sh turgan pullarini ko'proq qilib qaytarish sharti bilan oladi. Keyin esa bu pulni boshqa bir odamga ko'proq foiz evaziga beradi. Tasavvur qiling, Nodir ismli yigitda 1 million so'm ortiqcha pul bor. Bank Nodirdan ushbu bo'sh turgan mablag'ni 10% ko'proq qilib qaytarish sharti bilan oladi va o'sha pulni pul kerak bo'lgan tadbirkor Aliga 15% ko'proq qilib qaytarish sharti bilan kreditga beradi. Bunda bank Alidan 1 million 150 ming so'm oladi va Nodirga uning 1 million 100 ming so'mini qaytaradi. Shunda bankda 50 ming so'm qoladi. Ya'ni bu bankning daromadi hisoblanadi. Bundan tashqari bank har xil to'lovlarni amalga oshirishda fuqarolar uchun xizmat ko'rsatadi. Masalan, kommunal to'lovlar, boshqa davlatga pul yuborish yoki-da qabul qilish. Bu xizmatlarning orasida mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida bankomat xizmatlari ham mavjud. Bu xizmatdan foydalanish uchun siz bankomatga egalik qiluvchi bank mijozi bo'lishingiz shart emas. Har qanday bankning kartasidan pul yechib olishingiz mumkin. Bank bu xizmatni ham aslida foyda olish uchun amalga oshiradi. Ya'ni bankomat sizga pulingizni naqd qilib bergani uchun kichik miqdorda xizmat haqqi olib qoladi. O'zbekistonda bu xizmat haqqi 1%. Bu 1%ni bankomatni o'rnatgani, uni har kuni pul bilan to'ldirgani, bankomatni xavfsizligiga ketadigan xarajatlari uchun olib qoladi. Internet ma'lumotlariga ishonsak, bankomatlarning narxi minimum 10 million so'mdan boshlanib, 500 million so'mgacha turadi. Bozor iqtisodiyoti davlatning iqtisodiyotga aralashuvini maksimal darajada cheklashni talab qiladi. Aytgancha, O'zbekiston ham bozor iqtisodiyotiga o'tayotgan davlat hisoblanadi. Chunki bizda ham juda ham ko'p oxirgi paytda xususiylashtirish ishlari davom etmoqda. Jumladan bank sohasida ham. O'zi xususiylashtirish nima uchun kerak? Keling shu savolga bitta misol bilan javob berishga harakat qilib ko'raman. Futbolni oladigan bo'lsak, tasavvur qilamizki, Angliya bilan Braziliya o'rtasida o'yin bo'lyapti. Bu o'yinda hakam angliyalik. O'yin davomida hakam oyog'ini tagiga qopdi, adashib kelib qolsa ham, hakam uni o'ylamasdan Braziliyaning darvozasiga joylab gol uribdi. Men bu misol bilan nima demoqchiman? Ya'ni hakam hakamligini qilish kerak. Unga o'yin vaqtida qopdi tegish mumkin emas. Davom etamiz. O'zbekistonda bank sohasida davlatning ulushi juda ham katta. Biz buni 2020-yilda ham, 2021-yilda ham eng ko'p O'zbekistonda daromad qilgan top 3 ta bankdan bilib olsak bo'ladi. Chunki ularning hammasi davlat ulushi mavjud bo'lgan banklar hisoblanadi. Bizda bank faoliyatiga davlat amaldorlarining aralashishi qonunan taqiqlangan bo'lsa ham, baribir qanaqadir istisno holatlarda amaldorlar bank ishiga aralashadi. Yana bitta narsa. Ko'pchiligimiz viloyat hokimi xalq bilan ochiq muloqot o'tkazganida qaysidir tadbirkor kredit ola olmayotgani bo'yicha murojaat yo'llaganini ko'rganmiz. Bunaqa vaziyatlarda hokimlar bank vakillarini yoniga chaqirib, ularni urishib, so'kib, baribir haligi tadbirkorga kredit ajratish bo'yicha buyruq beradi. Banklar bo'lsa bu buyruqni bajaradi. Ya'ni davlat tijorat banklarining ishiga aralashadi.
Hammaga salom, hurmatli tadbirkorlar va boshqalar. Bugungi yig'ilishimizni ochiq deb e'lon qilamiz va kimda nima muammolar bo'lsa, hozir shu yerda o'zida hal qilamiz. Turing. Assalomu alaykum, hokimlar. Biz oxirgi paytlar zo'r ishlayapsiz, viloyatimiz ancha yaxshi bo'lib qoldi. Endi ozgina kichkina muammo bor edi. Misol uchun hozir aholimizda ham havo isib ketyapti. Shunga toza havo yetishmayapti ba'zilarga, mashinalar ko'p. Uchun endi toza havo qayerda bor? Shu tog'da. Shu endi men borib 30 ta banka bilan toza havo bankiga solib, sotmoqchiman arzon narxga, ham sovuqga. Lekin bank kredit bermayapti. Demak, siz tog'dan havo olib kelib shaharga sotmoqchisiz. Shunaqa Sovuqchiga, arzonga. Yaxshi juda. Shu kredit bermayapti lekin. Qaysi bank beryapti? Kimga bu bankingiz kredit bermayapti? Qaysi biring? Qaysi bank? Bu yoqqa yoqdimga. Qarang, mana shu bankmi? Shu qarang. Kim? Tinchlikmi, nima muammo? Hokim buva, bularni biznes rejalari juda xom, hech qanaqasiga ishlamaydi, kirib bergan kreditimiz qaytmaydi, u bizga zarar bo'ladi bu bankimizga. Yo'q. Odam bizning xalqimizga foydasi tegadigan ish qilyapti-yu, siz kredit bermaysizmi? Bugunoq hamma narsani qog'ozlarni to'g'rilab, kredit qo'lida bo'lsin, xommi? Tushunarlimi? Qaytaradi, to'g'rimi? Qaytarasa, mana, tirik bu. Lavs. Erkaksiz, bu qaysaraman deb. Bo'ldimi? Boshqa muammolar yo'qmi? Hokimlar. Bo'ldi, sog' bo'ling. A few moments later. Kredit to'lash kerak. Aka, kredit olganingizga qancha bo'ldi? To'lashingiz kerak aka. Biz bankrot bo'lyapmiz-ku. Qachon to'laysiz? To'layman deganingiz-ku. Albatta bunaqa holatdan keyin aholi banklarga davlat tashkilotidek qaraydi. Ana hokimi buyrug'ini bajardi-yu deb o'ylashadi. Xuddiki bank davlat uchun ishlaydigandek. O'zi O'zbekistondagi 33 ta bankning hammasi bu tijorat banklari hisoblanadi. Va nazariy jihatdan qaraganda, tijorat bankining maqsadi bu faqatgina foyda olish. Shu sababli ular o'ziga mijozlarni jalb qilish uchun turli xizmatlarni bizga taklif qilishadi. Va biz bu xizmatlardan foydalanganimiz uchun ma'lum miqdorda xizmat haqqi to'lashimiz bu normal holat. Endi yuqoridagi savolga qaytamiz. Nega AQShda ham, Rossiyada ham bankomatlarda foiz olinmaydi? AQShda bankomatlarga foiz yo'qligiga sabab davlat banklarining ishiga mutlaqo aralashmaydi. Shu bilan birga Amerikada banklar juda ko'p. Ular bir-biri bilan hamma narsada raqobat qiladi. Banklar o'z mijozlarining talabidan kelib chiqib ish qiladi. Amerika jamiyati bankomatlarga foiz to'lashni xohlashmaydi. Shuning uchun AQSh banklari mijozlarni jalb qilish uchun ushbu xizmatni tekin qilishgan. Lekin bu bepul degani emas. Amerika banklari bankomat xizmati uchun to'lovni mijozlardan boshqa ko'rinishda undirib oladi. Ya'ni amerikaliklar bankomat xizmatlaridan tekin foydalangan holda boshqa xizmatlarga ozgina qimmatroq to'lashga rozi. Lekin AQShda ham ba'zi joylarda bankomatlar qimmat xizmat haqqi oladi. Masalan, kazinolarda bankomatdan pul yechmoqchi bo'lsangiz, katta miqdorda xizmat haqqi olinadi. Keling yana bir ko'rsatkich bo'yicha O'zbekiston, Rossiya va AQShni solishtiramiz. Hozirda O'zbekistonda 33 ta bank, respublika bo'ylab 13 mingga yaqin bankomatlar mavjud. Bu degani har bitta bankomatga 2700 kishi to'g'ri keladi. Rossiyada esa 330 ta bank faoliyat ko'rsatadi. Mamlakat bo'ylab 200 mingga yaqin bankomatlar ishlaydi. Bu Rossiyada har bir bankomatga 700 kishi to'g'ri kelishini anglatadi. AQShda bo'lsa 5 mingga yaqin bank bor, 500 mingga yaqin bankomat mavjud. Shunda AQShda bitta bankomatga 664 kishi to'g'ri keladi. Bundan kelib chiqadiki, xizmatlarning qimmat bo'lishiga raqobat muhitining past ekanligi ham sababchi. Keling yana bitta savolga javob berishga harakat qilamiz. Nima uchun bizda chekka hududlarda yoki viloyatlarda bankomatlar yo'q? O'ttigilarga naqd pul kerak emasmi? Albatta kerak. Ular ham xohlashadi, lekin banklarga bundan kamroq foyda qoladi. Katta saytlarda chekka hududlarda bankomatlarning tez-tez o'g'irlanishi yoki o'g'irlab suvga tashlab yuborgani, ba'zi bir odamlarning bankomatlarini tepib, urib o'tib ketgani aks etgan video va maqolalarni ko'rganmiz. Keling yana ham soddaroq tushuntiraman. Tasavvur qiling, siz Navoiy viloyatining Tomdi tumanida yashaysiz. Bu tumanning hududi Qashqadaryo viloyati hududidan ham, hatto Buxoro viloyati hududidan ham katta hisoblanadi. Bu tumanga bankomat o'rnatish bankka juda qimmatga tushadi. Bankomat o'rnatish, uning xavfsizligini ta'minlash, kamera o'rnatish, qorovul yollash, har kuni uzoq masofadan pulni olib kelib bankomatga qo'yish, bular juda qimmatga tushadi. Bank bu tumanga bankomat ham qo'ydi deylik.
Xarajatlarni hisobga olib xizmat haqqini 2 yoki 3% qilsa nima bo'ladi? Srazu telefonni olib yomonlashni boshlaymiz. Yoki bankomatlarni tepib ketamiz. Oqibatda bankomatlar qo'yilmaydi. Shunda 2-3% bankomatlarni qimmat deb foydalanmagan odamlar oxirida paynetga borib 5-10% ga pulini naqdlaydi. Yo, ne unaqasizlar? Mantiq где bo'tdi? Alo, mantiq qayerdasan? No, kelgan hamda ish bor senga. Bu gaplar orqali ayb odamlarda demoqchi emasmiz. Ayb mijozlarda emas, lekin bankirlarni ham ayblash to'g'ri ish emas. Asl muammo bu yerda tizimni to'g'ri ishlamayotganligida. Shunchaki bank tizimining katta qismi xususiylashmagan. Kuchli raqobat ham yo'q. Bu uchun agar xususiylashtirish jarayoni qachondir oxiriga yetsa, keyin bizga ham xorij banklari kirib kelishni boshlasa, mahalliy va xalqaro banklar o'rtasida kuchli raqobat yuzaga kelsa, mamlakatdagi har bir mijoz uchun kurash boshlansa, shunda hamma yoqqa bankomatlar o'rnatiladi va bu xizmat tekin bo'ladi. Kerak bo'lsa boshqa xizmatlarni ham tekin qorishadi. Xullas shunaqa gaplar. Bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang va izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Miya pichoq emas, lekin shaxlasa bo'ladi. Sizlar bilan Kamina Mahmud bo'ldi. Ko'rishguncha. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hamma. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shunaqasi bitta o'xshash sanaval. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va komment ayamagin so'ra.